Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Biz yana sizlarga uzunroq qilib video qo'yishga qaror qildik. O'tgan safargidek like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Videomiz ko'proq insonlarga yetib borib, bizga yana ham motivatsiya bo'lib, bundan ham chiroyli obzorlarda olib borishlarimiz uchun ko'rib turgan materiallaring barashka materiallar video davomida birma-bir sizlarga hammasini narxlari bilan obzor qilib beraman. Oldindan eslatib o'taman, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Telegramda pastda yozilgan raqamlarga murojaat qilsangiz, chiqarib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Telegram kanalimizga, Instagramimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Videoni boshladik. Xo'p, barashka materiallarimiz ko'pchilik biladi. Orqa tomoni oq, 1 kilosi 1 metrli, rasvetkasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xil rasvetkasi bor. Buni yana maloshniga o'xshagan rasvetkasi ham bor. Bundan do'konga chiqmabdi, sklatimizda bor. Xo'p, hamma rasvetkalar bir-biridan chiroyli, mana hammasini o'zini gulini moslab qo'yganmiz. Min Xitoyda qanaqadir brendi bor, o'sha brendga chiqarilgan gullar bu. Mana 4 xili bor ekan buni bitta. Xo'p, unisi Love yurechalik. Buni 2 xil rasvetkasi bor ekan, ya'ni o'sha ochroq yashil salatiga tortgan yashil bilan seriyaga tortgan havorang rangi. Bundan tashqari bizda legendarniy o'sha harfli momog'imiz bor. Shu barashka bilan ko'pchilik taniydi bizni. Buni bir xil shu rasvetkasidan qopti. Bular endi eskilar, o'tgan safargilar. Xo'p, bu tarafdan chap tomoni hammasi yangi chiqqan rasvetkalar. Bular ham mana o'ziga yarasha chiroyli, skromli, anaqa pachkana, gulli boshqa narsa emas, skromli barashkalar. Buni 3 xil rasvetkasi bor ekan. Oranjiy, qizilga o'xshagan, havorang va shunaqa buni g'ishrang deymiz, g'ishrangi bor ekan. Xo'p, yangilik barashkalarimizdan shunaqa naqshlilar ham kelgan. Buni ham orqa tomoni o'sha bir xil oppoq. Ko'rishingiz mumkin. Eni 230 2 xil rasvetkasi bor. Telegram kanalida divanga solib chiroyli qilib olingan rasmlarni ham olganmiz, ularni ham tashlab beramiz. Hop, bunisi ham bor, mana seri to'q. Bu ham gulli, buni ham ko'pchilik biladi. Buni bejli rangi ham bor. Undan tashqari bizda 4 xil paloskamiz borda, yana bitta xili tushib ketib pishkilganimcha. 3 xil paloska, o'zidan gul chiqqan bu adnatonlik bas. Bulardan ham bor. Gulli momog'larimizga kelsak, gulli momog'larimizdan shaxmatdan boshlab tigrlar, diyor har xil brendlar, bundan tashqari adnatonliklari ham bor. Mana videolarni suribdi do'konimizda hammasi. Buni ham shu do'konga chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Hop, kapalak momog'larimiz, bular yupqa. Hop, bular ham yupqa. Pulini boshidan aytib ketay sizlarga. Mana shu boshidan mana shu barashkagacha 70 ming so'm metri. Hop, bu barashka ham 70 ming. Mana shu oxirigacha hammasi 1 metr 70 ming, eni 230 bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. 1 kishilik yopinchiq uchun 1,5 metr ketadi. 2 kishilik uchun 220 olsangiz katta bo'lib bemalol chiqadi. Nalchka bundan chiqarib bo'lmaydi, men eslatib qo'yay. Oldindan chiqarganlar ham bor, lekin qo'polroq bo'lib qolishi mumkin. Nalchka chiqarib bo'lmaydi bundan. Xo'p, mana shu boshdan oxirigacha 70 ming so'm deylik, bu dastavkasi bor. Kelishilgan holda chiqarib beramiz. Dastavka qanaqa bo'ladi? O'lchab sizga berib turganimizda aloqaga chiqamiz. Optimosiz Isuzu'lardan, taksilardan, metrosiz pochtadan boradi. Endi pochtadan o'zingiz bilasiz, narxi har xil bo'ladi, ob'yomga turishiga qarab. Hop, bu gofralarimiz narxi, gofralar 40 ming so'm, eni 240. Mana ko'ryapsiz, eni hammasidan o'zi ajralib turibdi. Mana uni ham eni 240 ekan, qolganlari 230, bu 240. Gofralar ham 240. Tak, buni metri 40 ming so'm. Buni polniy 2 kishilik kompleks uchun 7 metr. 1 kishilik kompleks uchun 5 metr. 2 kishilik prostina nalchka uchun 3 metr. 1 kishilik prostina nalchka uchun 2 metr. 2 kishilik prostinani o'zi uchun 220, 1 kishilik prostinani o'zi uchun 1,5 olinadi. Bu momog'lar rasvetkalarni ko'rsatdim. Telegram kanalida yana batafsil ko'rib olishingiz mumkin. Yozib hammasini ochib qo'ygan rasmlarimiz bor. Buni metri 35 ming so'm. Hop, mana shu tigrdan o'ng tomoni eni 230. Tigrdan chap tomoni oxirigacha eni 2 metrli momog'lar. Buni metri 35 ming. Bu ham xuddi shunaqa 7 metr 2 kishilik, 5 metr 1 kishilik tarzda tushadi. Kapalaklarimiz ham metri 35 mingdan, buni eni 225. Bu momog'lardan ajralib turadi. Nimaga desiz? Hozir men sizga bitta kapalak ochig'ini ko'rsataman. Mana bu kapalak momog'dan ko'ra sal yumshoqroq, yengilroq. Bunga qaraganda, oddiy gulli momog'larga qaraganda yumshoqroq, yengilroq. Mana shu kapalaklarimiz. Buni ham 6 xil, yana bitta jigarini ham bor. Bu jigarini ilinmagan ekan. Jigarini shu rasvetkasi bor. Qolganlari mana seri, shaftoli rang, oq, siyoh rang, yashil bulardan bor.
Hop, detskiy momaqlarimiz 3 xil detskiyimiz bor. Xalq super qahramonlar bilan Человек-паук va Единорог qizlar uchun. Buni ham yana 230 metr 35 ming so'm. Bu tarafdagilar hammasi yana 230 momaqlarimizdan. Mana gullarini ko'ring, hammasi chiroyli gullar. Agar siz ko'proq olaman, optim olaman siz, narxlar ancha arzon tushirib beramiz. Shu pastda qoldirilgan nomerlarga Telegramdan aloqaga chiqib, rasvedkalarni tashlasangiz, biz sizga har bitta gulni narxlari bilan kiloga beramiz rulonga. 1 kiloda qancha chiqadi, rulon siz ish pul tushadi, hammasini hisoblab beramiz. Hop, bu tomonda gilam ustiga solish uchun mo'ljallangan adnaton deymiz, biz buni lavash deymiz. Adnaton momog'imiz, buni ham 4-5 xil rangi bor, hozir bu yerda 3 xil qolibdi. Telegramda batafsil ranglari hammasi bor. Buni endi 2.45 2.5 chiqadi. Hammasidan 2.30 lardan uzun turibdi anchagina. Buni ham bu lekin haqiqatda sifatli narsa. Men o'zimga ham yoqqan narsa bu. Qalin ham. Mana. Buni ham metrini 35 ming qilib beramiz. Bundan ko'p qolmagan o'zi. Shu 1 tonna, 1.5 tonna atrofida qolgan. Shuni sotib olsak, yana boshqacha rasvetkalarni ham olib kelamiz. Hop, bu tarafda polkadanglar nima deysiz? Polkadanglar, laxtanglar qo'yib qo'yamiz. Kimga ma'qul bo'lsa, o'ziga yarasha arzonroq qilib chiqarib beramiz. Bu tarafda ozgina tayyor mahsulotlarimiz bor. Aytgancha, tayyor mahsulotlar bizda faqat sexdan optim ketyapti hozir. Sizga ham kerak bo'lsa, Telegram kanalga o'tsangiz, men tayyor mahsulotlar katalogini tashlab qo'yganman. O'sha yerdan ko'rib tanlab olsangiz ham bo'ladi. Hop, endi tashqariga chiqsangiz ekan. Tashqarida ham ichkarida yo'l gullar bor ekan. Mana kapaligimiz bor ekan, yurechalar, bu kapalar ichkarida bordi bular. Daraxt kecha kelganda, mana daraxtimiz tugab qolib bo'ldi o'zi. Diyor bor bitta, tigr bor, shaxmatli bor, bu qizil kares degan gulimiz bor bizda. Eski gullardan. Tak, naqshlilar bor. Bu tarafda hammasi shu barashkalarda, ichkarida ko'rsatilgan barashkalarni rulon ko'rinishidagi holat. Hop. Do'konimiz manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Qo'qon shahri Yangi bozorda, bilsangiz, ko'prik bor. Ko'prikni pastdagi darvozadan kirganda Saxovat darvoza deyiladi. To'g'riga kirasiz. O'ng tomonda Chit bozor, chap tomonda biz qator. Chap tomondan to'g'riga kirganda material qatorida, parda qatori tugash bilan material qatorida boshlanishida shu Aytek Somni tepasiga yozilgan. Shu do'konimiz mana shu do'kon ko'rinadi. Ichkarisidan o'zi svetlar qo'yib, yoritib qo'yganmiz. Shu do'kon ko'rinadi. Bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Agar siz uzoqroq viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, men sizga o'zim aloqaga chiqib, rasmlarni tashlab, birma-bir chiqarib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Telegram kanal bilan Instagramda pastga linkini qo'yib qo'yaman. Albatta, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videoga like bosib qo'yinglar. Xursand bo'lamiz. Biz yana ham ko'proq videolar qo'yishga undaydigan narsa bu. Bizning prosmotrimiz ko'p bo'lib, savdomiz bundan ham yaxshiroq bo'lishi. Savdomiz yaxshiroq bo'lsa, sizlarga sifatli, arzon narsalarni olib kelishda davom etamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.